Assalomu qadrli obunachilar. Anjanskiy suv nasosimizdan keldi. Optim narxlarda beriladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa 11-15 birkalik bloglari ham 11-15 bloglari ham yozilgan. Anjanskiy 2 stali modeli. Kundalarga kelgan bo'lsa usti temir, ko'p akalarimiz Oqtoy yo'shari ichi chugulli variantidan bormi deb, kirchatkasi chugulli variantidan. Starterli variantda 11-15 markalik salarka rasxodlari 800 grammdan 1 litr 200 gacha bo'ladi. Tepasiga shu abratga suv chiqarib quyiladi, radiator bo'ladi. Abratga tashab quyiladi starterli variantda. Kundalarni ko'rishlari mumkin. 2 stalik hozirga kelgan bo'lsa yana diametrlari ichi chugulli variantidan originali, xudo xolasa. Uni komplekt yig'ilgan holatida. Hop, komplektda ichida nafasi bo'lmaydi. Pastavkasi отдельный. Anjanka bilan nasos tonni komplekt $700 qilib beramiz. Pastavkasi $40. Mana shu pastavkasi $40. Jami bo'lib $740 bo'ladi komplektda. Mana o'zini 3 naborlari. Hamma bo'ladi. Mana 3 naborlari, prikladkalari hamma yo'q. И klapini bo'ladi komplektda. Komplekt $700. Pastavkasini olaman degan akalarimiz $40 so'mga qo'shiladi. $40. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlarimiz ko'rgan, telefon qilishlari mumkin. Ishlagan jarayonni ham videoni oxiriga qo'yib qo'yamiz.